Yaz yavanga güller kildi, sümbül kildi. Sizler bilen kuylamakka bülbül kildi. Galabani kaldı bahçe degen Gülküreyen dalağızga bütkül kildi. Galabani kaldı bahçe degen Gülküreyen dalağızga bütkül kildi. Yaz yavanın külüp durgan yıldızı var. Yıldız gibi kızlarını yüzü anar. Biraderler şu kızlardan sorap görün yâre. Kanday girdi ak altını kanar kanar. Biraderler şu kızlardan sorap görün yâre. Kanday girdi ak altını kanar kanar. Gaz oynaydı yaz yavanni küllerde. Kervan varar keyif yapan yollarda. Yengi yengi zeperlerini zemin var yâre. Yengi yettik ahtakarlar kollarda. Yengi yengi zeperlerini zemin var yâre. Yengi yettik ahtakarlar kollarda. Men endi nima deyman bu kishiga? Deydigan gapim shuki, o'zingizni bardam sezing. Mana biz ham sizni yoshingizdamiz. Bo'shashayotganimiz yo'q. Davrda o'zi ham bo'shashadigan davr emas. Ko'p qiyinchiliklarni ko'rganmiz. Endi rohatda yashaydigan vaqtida uzoq birga yashaylik. Sog' bo'ling og'ayni. Rahmat. Rahmat. Qanajon aka, hozir bir gap aytdingiz-ku, xalqimizni bitta yaxshi so'zlaridan deb. Shu so'zlardan bittasi meni esimga tushib qoldi. Xalqimizda yana bitta so'z borki, har bir davrning o'zini qahramoni bo'ladi. Shunday. Har bir davr o'zini qahramoni bilan ulug'lanadi degan Shunday. so'z esimga tushib qoldi. Shu Nativo akam ishlab bergan vaqtlarida mana Sho'razi Yaqubov, Hajixon Baltayev, Kamidon Ataniyozov, Vahobjon Fayozov, Abdusharif Atajonov, Hayitboy Bobojonov, Sulton Pasha Rahimova va boshqa o'rtoqlar bilan birga ishlashganlar. Shu davrning o'zi bir katta bir yaxshi davr bo'lgan. Chunki bu eng san'atda pishib yaxshi bo'lgan odamlarning qilgan ishlari juda katta Xorazm san'ati uchun. Faqat Xorazm san'ati emas, O'zbekiston muzika madaniyatini taraqqisida, rivojlanishida Nativo akamlarning juda katta xizmatlari bor. Elenden kıyletinler ili yurtum sonra elp almış halal namını tilge yahudi deryek bara elp almış. Gelin
elde icran, köksünü kıyır para alfanı. Vazifemdir mukaddes, sağara avara alfanı. Muhabbet ile kılgin, yurt tamamına zara alfanı.
Barakallah. San'atkorning muxlislaridan biri Masharif Rasoqov hikoya qiladi. Gandimyon qishlog'imizda urushdan keyingi yillari turmush nihoyatda og'ir edi. Yeyishga non yo'q, kiyishga kiyim yo'q, kechqurun uyda yotishga ko'rpa yo'q. Ana shunday vaqtlarda uyga qaraganda tashqari fayzliroq bo'lar edi. Har kim o'z tengi bilan ko'chada o'tirgan bo'lar edi. Ayniqsa oy oydin bo'lsa, bu kun bayramga o'xshab ketar edi. Ana shunday vaqtlarda yarim kechalarda uzoqdan bir ashula tovushi eshitiladi. Bu tovush hozir O'zbekiston xalq artisti Matyaqub Rahimovning tovushi bo'lib chiqdi. Matyaqub og'am o'zining nihoyatda mehnatkashligi bilan, tirishqoqligi bilan tez orada xalqqa ko'rinib qoldi. Armiyaga ketib, Ulug' Vatan urushida qatnashdi va u yerda vatanimizni mudofaa qilishda o'ng qo'lidan yarador bo'lib, urushdan qaytib kelishda o'ng qo'lini bo'yniga osib keldi. Undan keyin institutda o'qidi, partishkolani bitkazdi. Maktabda o'qituvchi bo'lib ishladi, direktor bo'lib ishladi va partiya ishlarida rahbarlik xodimlarida ishladi. Lekin baribir hammasi uni ko'ngliga jam tushmasdan baribir o'zini san'at dargohiga tortdi. Tez orada Urganchda o'zini hamkasblari bilan birgalashib olib ko'p ishlarni qildi. Sahnaga qo'ygan asarlari bilan va aytgan ashulalari bilan tez orada faqat Xorazm xalqigagina emas, respublikamizga va boshqa respublikalarga ham tanilib qoldi. Biz bundan nihoyatda mamnunmiz. Mana bugun Matyaqub og'a hamqishlog'imiz shuncha katta obro' bilan, shuncha katta hurmat, izzat bilan 70 yoshlik to'yini o'tkazayotgan ekan, biz chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ekansan Xorazm gul bog' ekansan Xorazm sen omon vodisida bayroq ekansan Xorazm